Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik qon bosimini uyda o'lchaydi, ammo uni noto'g'ri o'lchash natijani xato ko'rsatishi mumkin. Bu esa keraksiz xavotirga yoki aksincha xavfli kasallikni e'tibordan chetda qoldirilishiga sabab bo'ladi. Bugungi videoda uy sharoitida qon bosimini to'g'ri o'lchashning barcha qoidalarini bosqichma-bosqich batafsil o'rganamiz. Qon bosimi bu yurakdan chiqayotgan qonni tomirlarga haydaganda hosil bo'ladigan bosim hisoblanadi. Natija ikki son bilan ifodalanadi. Yuqorisi sistolik bosim, yurak qisqarganda hosil bo'ladi. Pastki diastolik bosim, yurak bo'shashganda hosil bo'ladi. Kattalar uchun odatda 120-80 mm simob ustuni atrofidagi ko'rsatkich normal hisoblanadi. Biroq har bir insonning normal ko'rsatkichi biroz farq qilishi mumkin. O'lchashdan oldin nimalar qilish kerakligini batafsil o'rganamiz. To'g'ri natija olish uchun quyidagi qoidalarga qat'iy amal qiling. O'lchashdan yarim soat oldin qahva, kuchli choy yoki energetik ichimliklar iste'mol qilmang, chekmang. Og'ir jismoniy mashqlarni bajarmang. Siydik pufagi bo'shatilganiga ishonch hosil qiling. Tinch joyda kamida 5 daqiqa dam oling. To'g'ri o'tirish holatini ta'minlang. Kresloga orqangizni suyab o'tiring. Oyoqlaringizni yerga tekis qo'ying. Oyoqlarni chalishtirmang. Qo'lingiz stol ustida, yurak balandligida tursin. O'lchash vaqtida gaplashmang va harakat qilmang. Bugungi mavzuyimizda elektron tonometr hamda mexanik tonometrdan foydalanishni batafsil o'rganib o'tamiz. Elektron tonometrdan foydalanish bu juda ham qulay hisoblanib, buni bir kishi bemalol uy sharoitida o'zi mustaqil bajara olishi mumkin. Elektron tonometrdan foydalanishda manjetni tirsak bukiladigan joydan taxminan 2-3 cm yuqoriga taqing. Manjet qo'lni juda qattiq ham, juda bo'sh ham siqmasligi zarur. Start tugmasini bosing. Qurilma havoni o'zi yuboradi va natijani ekranda ko'rsatadi. Natijani yozib qo'yish foydali odat hisoblanadi. Mexanik tonometr bilan o'lchash. Bunda mexanik tonometrni ishga sozligini tekshirib olamiz va qo'llarimizga yaxshilab ishlov beramiz. Mexanik tonometr bilan o'lchashda manjetni to'g'ri taqing. Fonendoskopni tirsakning ichki qismidagi arteriya ustiga qo'ying. Nokcha yordamida manjetni shishiring. Havoni sekin chiqarishni boshlang. Eshitilgan birinchi urish sistolik bosim hisoblanadi. Tovush yo'qolgan nuqta diastolik bosim hisoblanadi. Natijani qanday baholash kerakligini batafsil o'rganamiz. Birinchi o'lchovdan keyin 1-2 daqiqa kuting va yana bir marta o'lchang. Ikki natijaning o'rtachasini hisoblang. Agar qon bosimingiz bir necha kun davomida 140-90 mm simob ustuni yoki undan yuqori bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Agar qon bosimingiz 180-120 mm simob ustuni yoki undan yuqori bo'lsa va ko'krak sohasida kuchli og'riq, nafas qisishi, kuchli bosh og'rig'i, nutq buzilishi yoki qo'l-oyoqlarda holsizlik kuzatilsa, zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qiling. Eng ko'p uchraydigan xatolar muolaja vaqtida gaplashish, oyoqlarni chalishtirish, manjetni noto'g'ri taqish, o'lchashdan oldin qahva iste'mol qilish, darhol ketma-ket bir necha marotaba o'lchash hisoblanadi. Xulosa o'rnida qon bosimini to'g'ri o'lchash sog'lig'ingizni nazorat qilishning eng oddiy va muhim usullaridan biri hisoblanadi. Bu usul juda ham qulay, o'rganish ham juda ham oson hisoblanadi.
Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va uni yaqinlaringiz bilan ulashing va doim sog'-omon bo'ling. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi darsimiz qandli diabet. Ya'ni bunda dunyo bo'ylab millionlab insonlarga ta'sir qilayotgan qandli diabet kasalligi haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlar sizga kasallikning kelib chiqish sabablarini, xavf omillari, belgilari, oldini olish usullari, davolash va shifokor tavsiyalarini tushuntirishga yordam beradi. Qandli diabet bu organizmda qondagi glyukoza, ya'ni qand miqdorini me'yorda ushlab tura olmaydigan surunkali kasallikdir. Buning asosiy sababi insulin, ya'ni gormonning yetarli ishlab chiqarilmasligi yoki organizmda hujayralarning insulinga to'g'ri javob bermasligidir. Insulin oshqozon osti bezida ishlab chiqariladi va glyukozaning hujayralarga kirib energiyaga aylanishiga yordam beradi. Insulin yetishmaganda yoki ta'siri pasayganda qonda qand miqdori ko'tarilib ketadi. Qandli diabetning ikki asosiy turi mavjud bo'lib, birinchi tur diabetda immun tizimi oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqaruvchi hujayralarni shikastlaydi. Bunday bemorlar umr bo'yi insulin qabul qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi tur diabetda esa eng ko'p uchraydigan turi bo'lib, ko'pincha ortiqcha tana vazni, kam harakatlik, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish natijasida ham rivojlanadi. Kasallik rivojlanishiga olib keluvchi asosiy xavf omillaridan irsiy moyillik, ortiqcha tana vazni va semizlik, jismoniy faollikning kamligi, shakar va tez tayyorlanadigan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, yuqori qon bosimi, qonda xolesterinning ko'pligi, chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, surunkali stress hamda 45 yoshdan katta bo'lish. Qandli diabetning dastlabki belgilari orasida tez-tez chanqash, ko'p seyish, doimiy ochlik hissi, sababsiz vazn yo'qotish, holsizlik, tez charchash, ko'rishning xiralashishi, teridagi yaralarning sekin bitishi, qo'l va oyoqlarda uvishish yoki achishish kuzatilishi mumkin. Ushbu belgilar paydo bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz zarur. Davolanmagan yoki nazorat qilinmagan diabet jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Bularga yurak xuruji va insult, buyrak yetishmovchiligi, ko'rish qobiliyatining pasayishi yoki ko'rlik, asab tizimining zararlanishi, diabetik oyoq sindromi, oyoq yaralari va amputatsiya xavfi kiradi. Qandli diabetning oldini olish ko'p jihatdan sog'lom turmush tarziga bog'liq bo'lib, meva, sabzavot, dukkakli mahsulotlar va to'liq donli oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qiling. Shakarli ichimliklar, shirinliklar va yog'li tez tayyorlanadigan ovqatlarni cheklang. Haftasiga kamida 150 daqiqa o'rtacha jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Tana vaznini me'yorda saqlang. Chekishni tashlang. Spirtli ichimliklarni cheklang va muntazam tibbiy ko'riklardan o'ting. Diabetni davolash kasallik turiga qarab belgilanadi. Ba'zi bemorlarga insulin inyeksiyalari kerak bo'ladi. Boshqalarga esa qandni pasaytiruvchi dorilar buyuriladi. Davolashning muhim qismi to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilib borishdir. Dori vositalarini faqat shifokor tavsiyasiga binoan qabul qilish zarur. Shifokorlarning asosiy tavsiyalari quyidagilardan iborat. Qondagi qand miqdorini muntazam o'lchab boring. Tavsiya etilgan dorilarni o'z vaqtida qabul qiling. Ovqatlanish rejimiga amal qiling. Qon bosimi va xolesterin darajasini nazorat qilib boring. Oyoqlaringizni har kuni tekshirib turing va yaralar paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Shuningdek, yiliga kamida 2 marta ko'z shifokori va buyrak faoliyatini tekshirtirish tavsiya etiladi. Unutmang, qandli diabet hukm emas. Uni erta aniqlash,
to'g'ri davolash va sog'lom turmush tarziga amal qilish orqali uzoq va sifatli hayot kechirishlari mumkin. Asosan tibbiyotda 9-parhez stoli qandli diabet kasalliklari uchun tavsiya etiladi. Agar ushbu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing va sog'lig'ingizni asrang. Sog'lom hayot